5 yil уборкада ishlaganim uchun qaranglar, menga qancha medal berdi bugun. Voy bu asal bolacha esa meni ko'zimda oldida katta bo'lyapti. Mayli, ertalabdan boshlab ofisga kirdim. Direktorning xonasida bir dona chang ham bo'lmaydi. Shunda ham освежить qilish uchun hamma joyini artib chiqaman. Ofisdan tezdagina chiqib 3 xonali uy zakazimga kirib oldim. Bu klientimda shu o'g'ilchasi ko'zimda yonida bo'yimda bo'ldi. Tug'ib oldi. Mana уже 2 ga ham yaqinlashib qoldi yoshi. Biram shirincha har doim meni ko'rib yurgani uchun begona ham qilmaydi. Ayasi yur naryoqda uxlashga desa ham yonimga yugurib kelib bag'rimga o'tiraveradi-da shirincha. Istoriyaga videosini qo'ysam ko'pchilik ruslarda bolalari chiroyli bo'ladi-da deb aytibdi. To'g'risini aytsam, u Lo'lini bolasimi, kimni bolasi bo'lsa, men har doim bolalarni yaxshi ko'raman, chunki bular farishta hammasi. Jizzaxda yashagan paytlarimiz почти 7 ta bolachaga qaraganman, uyda o'tirib, hammasini birda yaxshi ko'rardim, o'zimni o'g'illarimdek, qizlarimdek. Bolajonlar bilsalaring yolg'on ham gapirmaydi-da. Nimani o'ylasa shularni gapiradi ular. Короче, 4 soatli ishim 5 soatga cho'zildi bolacha bilan o'ynab. Men bemalol yig'ishtirardim, chunki hech qayerga shoshilmayotgan edim. Uyga kelib sразу ovqatga urinib ketdim. Bugun bizda makaron, tuxumli, Shahrizoda idish yuribdi, Aslzoda qorin g'amida. Короче, yoqqan bo'lsa like, подписка bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Videoga sig'may qolgan joylarini esa hammasini istoriyaga qo'yib boraman, istoriyadan meni kuzatib boringlar.